Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida saralashlar mavzusini davom ettirgan holatda bugungi darsimizda sizlar bilan ikkinchi saralash usuli, shunchaki simple sort deb nomlaymiz. Simple sortni ko'rib chiqamiz. Main asosiy funksiyani yozamiz. Biza klaviaturadan sonlarni kiritib o'tirmaymiz. Random funksiyasi orqali saralashlar mavzusida random funksiyasidan foydalangan holatda massiv elementlarni o'zaro kiritib, tasodifiy sonlar bilan to'ldirib, ularni saralangandan keyingi holatini ko'rib chiqamiz. Bizaga uning uchun bitta random funksiyasi kerak bo'ladi. So'ng val n kerak bo'ladi. Print massive element kiriting. Massiv elementlari sonini kiriting. n sonini kiritamiz hamda val a int array n sonini kiritamiz. Endi bizaga kerak bo'ladiki for in 0 dan n gacha massiv elementlari sonini kiritishimiz kerak bo'ladi. random.nextInt 100 gacha bo'lgan sonlar bilan to'ldirib bersin. Massiv elementlari sonini kiriting. Print tasodifiy massiv elementlari deb bizga massiv elementlarini kiritib ularni birato'la chiqarib bersin. Endi bizaga kiritilgan sonlarni tasodifiy massiv elementlarini chiqarib berdi. Bizaga endi saralash qismi keldi shu joyda. Sort. Uning uchun bizaga ikkita for operatori kerak bo'ladi. in 0 dan until n gacha for g in 0 dan until i gacha. Agar biz massivni inchi elementi kichkina bo'lsa, jinchi elementidan biz val temp ya'ni o'zgaruvchi olib turib uni i ga o'zlashtiramiz. Ani inchi elementini ani jinchi elementiga o'zlashtiramiz. Ani jinchi elementini t ni ani jinchi elementiga qaytarib beramiz. Ya'ni o'zaro solishtiradi, kattasi bilan kichkina joyini o'zaro almashtirib oladi bular. Undan so'ng biza for cycle operatoridan chiqib ketamiz hamda print saralangan holati deb for cycle operatorini ochib print massiv elementlarini chiqaramiz.
Dasturni ishga tushiramiz. Klaviaturadan 10 ta massiv elementini kiritamiz. massiv elementini kiritdik. 10 ta tasodifiy massiv elementlari 70, 61, 75 va hokazo 28, 48. Saralangan holati. Endi ularni saralab chiqazib berdi, ya'ni kichkinadan kattaga qarab. 10, 11, 28, 48, 53, 55, 59, 61, 70, 75. Ya'ni o'sib borish tartibida saralab berdi. Sorting qismi mana shu yerda boshlanib 28-qatorda tugadi, chunki bu yerda bo'ldiki, massiv elementlarni o'zaro solishtiradi. Kattasidan kichkinasi bilan solishtirib, o'zaro o'rnini almashtirib olaveradi. Ya'ni eng kichkinasi chap tomonga tushadi, eng kattasi o'ng tomonga tushib, for cycle operatori ichida hammasi amalga oshib, o'zaro saralanib bizaga keyin 30-qatordan keyin mana saralangan holati deb massiv elementlarni chiqazib beradi. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.